Xo'sh, mana shu yerlarga qo'yib tashlaymiz-da. Yuzni chotga qilib beramiz. Okay, ozginagina faqat sabr qilib turishingiz kerak. Okay, xo'p, hammasi joyida menimcha. Hop, bu yerdan qarayman. Qishloqqa, mana buni ustidan ham qurib beraymi? Menimcha chiroyli bo'lsa kerak. Tutib turdi, qarayda, tutaylik. Hop, mana bu yerga o'tib olayda. Tutaylar. Uncha chiroyli bo'lmayapti. Mana bunaqa yashik qo'ysam ekan, mana bunaqa nima desam bo'ladi? Yashik deyapman, mana bunaqa. Nima deyilardi degan ismdan ham chiqib ketdi. Nima bo'lganda ham mayli. Qishloqqa qarochi mana to'g'rilab qo'ydim. Rozi bo'lasan. Okay, bo'ladimi? Katta rahmat, Toshmat. Juda ham zo'r bo'lasan-da. Mayli bo'lmasa, bemalol uyingga mazza qilib ana o'qilishing mumkin. Ortib qolgan taxtalarni mana bu yerdagi sandig'ingga qo'yib qo'ydim. Davay bo'pti, sog' bo'l. Davay. Mayli. Okay. Aytgancha, barchaga salom bo'ldi. Meni ismim Toshmat va mening video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar, meni sog'inganmi deylar, bolanchidan beri video chiqarmadim va ana endi video chiqaramizda. Yaxshi, xo'p. Tushunmadim, bu nimasi bo'ldi? O'tda, bola, bu vashi, umuman tushunarsiz, vashi bilmadim nima bo'lganda ham bu. Mayli, bu qayerdan kelib qolgan musor menimcha, mayli. Hop, okay, nima qilyaptik? Voy, nima bo'lyapti mana bu yer? Voy, bola. Buni tezda to'g'rilamasak, umuman bo'lmaydi bola. Okay, mayli, qanday qilib to'g'rilayman hozir? Mana shunday qilib buzamiz-da. Opa qilib qo'yamiz. Menimcha yaxshi bo'ldi bolalar. Juda ham g'alati. Mayli, suv menimcha bosim bilan tushib ketib qolgan yoki ochorganmi, nimadir qilib o'rgan. Mayli. Qishloqqa nima qilyapti ekan? Mayli, nima ham derdim. Qishloqqa xorma, yaxshimisan? Akras san kerak edingda menga. Nima bo'ldi? Mana bu men muzlatgichni ko'tarib bera olasan men uchun. Ishga kechga ketuvdim-da men. Mayli bo'lmasa, o'zim ko'taraveraman. Aytgancha, qara, yana bitta gapim bor. Bu yoqqa ke. Aha, nima bo'ldi? Qara, mana bu Toshmat mana bu yerdagi ikkita pechkang eskirib qolgan. Bular portlab ketishi mumkin, bilasanmi? Shunga to'g'rilab qo'y, xo'pmi? Senga do'stona maslahat. Mayli bo'lmasa. Okay, hozir bo'lmasa buni almashtirib qo'yaveraman. Sen bunga xavotir olma. Yana bir ikkita narsalar bormi ekan? Yo, mayli. Bo'ldi, men qarochga ko'tarishasanmi? Davay ko'tarish. Yo, o'zim ko'taraman. Sen prosta ko'tarishing shart emas. Sen o'sha ishingga ketaver, tushundingmi? Yo'q, ketaveraymi? Juda ham rahmat lekin senga. Kutmagandim, o'zim ko'taraman deb o'ylavdim. Juda ham zo'r bo'lasan. Mayli. Bo'lmasa menga davay, sen ketaver. Agar uying qulf bo'lmasa, yo, mana qulf, mana kalt olishim mumkin. Mayli, rahmat. Mayli, men ketaverdim. Davay, sog' bo'l. Toshmat, davay, chiqchik baba. Davay, bo'pti. Juda ham zo'r bo'ladi, bolalarga qaranglar. Juda ham ajoyib respekt, juda ham hurmat qilaman bu bolani. Mana deyapman o'zimga o'zim. Mayli, qulf bo'lsa qulf bo'pti-da. Okay, xo'p, ochamiz, hoppa, normal ochib qo'yamiz-da. Mana buni sandig'iga tiqamiz. Hop, qayerga qo'ysam ekan, birinchi o'rinda? Bolalar, bilmadim, mana bu yerga qo'ysam ekan. Yo'q, bu yer bo'lmaydi. Eng zo'r menimcha mana shu yer bolalar, eng zo'r mana shu yer. Lekin bolalar hozir past bu nima desam bo'ladi? Bu muzlatgich juda ham og'ir bo'ladi bolalar, shu sababdan hozir pastni tekshirishim kerak. Pastda menga o'xshagan mana bunaqa ochiq joylar bo'lishi ham mumkin-da bolalar. Mana misol uchun, mana hozir men bunday qilsam, yo'q, mana bu yermi yoki mana bu yermi? Mana bolalar. Mana shunday qilsam ochiq yer bor, ko'ryapsizlarmi bolalar? Mana shu ochiq yer bo'lib qolgan bo'lsa, bu tushib ketishi mumkin pola, agar shunday og'ir muzlatgichni qo'ysak. Shu sababdan hozir bir tekshirib ko'raman, bir yordamini ko'taramiz, tutaylar. Davay, opa. Yaxshi, davay, let's go bolalar. Men o'zi juda ham gachchoq bo'laman bilsanglar agar. Yaxshi. Mana bu yerga qo'yamiz. Yaxshi, hozircha. Ana endi hozir buni tekshirib ko'ramiz. Ishlamas yo'q ekan. Mayli, nima bo'lganda ham okey. Bola aytgancha mana bu yerda kanalni ham berish esimdan chiqibdi. Mayli, hozir berib keladi tez merga. Esimdan chiqib ketibdi bolalar. Uzr so'rayman. Uzr sizlardan ham, merdan ham uzr so'rayman. Mayli. Mer assalomu alaykum. Qishloqqa uzr. Mer assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Toshmat, nimaga kelding? Mana bu gulni olib keldim. Uzr so'rayman. Mer esimdan chiqib ketib qopti. O'tgan safar olib ketdingiz-ku mana shu gulni. Mayli. Chiqishim mumkin, men hozir maslahatlashib ketdim, tushunyapsanmi? Mayli, men ishlama deganim yo'q. Davay, omad senga ham qishloqqa. Okay, yaxshi bolalar. Xo'p. Ana endi hozir biz nima ish qilayotgandik, o'sha ishga qaytamiz. Hoppa. Birinchi o'rinda bularni bir ko'rishimiz kerak-da, bolalar, bilmadim. Mayli. Opa, normal, opa. Tushunmadim. Bu yerda nima bu? Holati. Qishloq yo'qmi-ki? Bolalar, bu uyini ostida nima bor? Qonmi? Sassiqligini bu yerda. Mayli, nima bo'lganda ham pastga tushich.
Biz sassiqligini bolalar. Buni qaranglar. Nima bu? Qishloqning skeletimi? Qishloqi. Qanaqa qishloqlar? Bolalar, bu yerda arra, molotokmi, boltami, bolg'a. Bu qishloqi. Bolalar qo'lini osib, oyog'ini uzib tashabdi. Bu yerda nima bor ekan buni ichida? Bu yerda narsalar bor ekan. Yaxshi. Bilmadim, yaxshi emas bu. Bu eshikda nima bor ekan? Bolalar ish qilib normal narsa bo'lsin desam, bu yerda ham yomon narsalar bor. Tushunursan bola, bu nimasi bo'ldi? Bu yana tobut ichiga solib qo'yibdi. Nima bu? Mani qo'shnim shunaqa odammi? Bola, men kutmagandim, men bu qo'shnimni eng yaxshi odamda yuribman. Tushunursan, buni ichida nima bor ekan? Odamni go'shi bilan nima? Voy bola, men chiqishim kerak bu yerdan. Ha, bola. Tutila g'alati bola, bilmadim. Nima qilsam bo'lar ekan? Tutila bola, yaxshilab tekshirishim kerak. Bu Nokia'da ham video olib bo'lmaydi. Bu eshik ochila. Ha, yaxshi. Hop, bu yerda hech qanaqa qon yo'q, toza, lekin yo'q, bu yerda ham skelet qanaqadir narsalar bor ekan. Bu zanjir menimcha. Bola, yaxshilab chiqqanim yaxshi. Bola, bu yerda nima bor ekan, bola? Voy, boshim tiqilib qoldi. Bola, bu yerda nima bor ekan? Bilmadim bola. Xo'p, mayli bola, bilmadim. Hozir men o'zim juda ham yomon his qilyapman o'zimni. Ay, boshim. Mayli, nima bo'lganda ham kirganim yaxshi. 1 2 3. Bola, bu nima bo'ldi bu? Qanaqadir qulfli eshikmi? Bu yerda redstorli narsa. Bu yer qanday eshikni ochsam bo'ladi? Bola, bilmadim. To'xtaylar, kalitni topishim kerak. Kalit menimcha tashqarida bo'lishi kerak, kalit. Mayli. Xo'p, tashqariga chiqani. Xo'p, bu yerdami ekan kalit? Yo, bu kalitmikan? Yo'q, bu kalit emas, bu eshikni kaliti. Bu yerda yo'q ekan. Qayerda kalit bo'lishi mumkin? Mayli. Bo'lmasa hozir tashqari yana ichkariga kiraman. Hozir bola, bilmadim. Kalit. Xo'p, bu yerda buni olganim yaxshimikan bola? Og'irligini qaranglar. Voy bola, to'xtaylar. Vashshi, hozir mazam bo'lmayapti bularning hididan. To'xtaylar, bu yerda nima bor ekan? Mana kalit topdim. Ol, bu kalitni qanday olsam bo'ladi? Ho'pak, u kalitni olim, yaxshi kalitni olamasdi. Pastga tushamiz, ya'ni endi pastga tushamiz deb turibman. Albatta pastga tushamiz dedi. Okey. Pastda, asta va yana asta opa. 1 2 3 ochila. Bu eshik ochilarmikan? Eshik ochilmas ekan, bolg'ani olib kelganim yaxshi. Bolg'a bilan buzaman. Undan ko'ra tinchgina opa. Bola, men bolta bilan buzsam bo'ladimi? Bo'ladi-ku deydiganlar bo'lsa, yo'q bola, bolg'a bilan buzgan ancha qulayroq. Davay buzul. Davay. Buzul. Buzul bola. Tushunursan, bu nimasi bo'ldi? Bu yerda ham qanaqadir xona. Tushunmadim. Bu o'lim qishloqi. Tushunmadim, qanaqa o'lim qishloqi? Tushunmadim, bu qishloqi. Qishloqi yaxshimisan? Bola. Mana o'yinlarda boyladingmi? Tushunmadim, qishloqi senga nima bo'ldi? Seni kim bu ahvolga soldi? Mana qishloqidami? Men seni qishloqing emasman. Mana manyak deydilar, tushunyapsanmi? Eng qizig'i, sen eshitmadi. Eng qizig'i, manyak demoqchi, tushunyapsanmi? Mana bu uyni egasi manyak bo'lsang agar. Tushunmadim, manyak? Sen mana bu meni qo'shnimni aytyapsanmi? Qo'shningmi, kiming bo'lsa ham bilmadim, manladam kuchli qishloqlar bor ekan. Bilsang agar meni tanimagan odamlar bor. Mani o'lim qishloqi deyishadi. O'lim qishloqi? Tushunmadim, nimalar deyapsan? Qo'lingdagi bolg'a bilan meni o'ldirgani keldingmi? Sana mana shu qishloqiga ishlasang kerak. Yo'q, men u qishloqiga ishlamayman. Yo'q, sen xato tushunding. Men oddiy yaxshi odamman. Xohlasang men senga yordam berishim mumkin. Ko'taraman. Yordaming kerak emas. Men o'lib bo'lganman. Qisqasi, davay tezroq qochsang qoch. Bo'lmasa sanam mana holimga tushasan. Isming o'zi. Meni ismim senga aytmayman, aytgandan ko'ra. Xo'p, mayli, sen aytgandek bo'la qolsin. Bu yerdan qochganim yaxshi. Sen hozir mana shu yerdan chiqam. Yo, to'xtaylar, buni olishim kerak bolalar. Bu blok boshqa narsaga tegishli.
Sen hozir bu yerdan chiqa olmaysan, tushundingmi? Sani yordamingni kutganim yo'q. Bilgan edaqa. Chop, qo'li qoldir. Bo'lmasa Salamshoh qo'lga tushasan deyapman. Mayli. O'zingni bos, bunchalik jahl qilishing shart emas. Opa, hozir tezroq qochishim kerak bo'lmasa, hozir sanam shu ahvolga tushasan deyaptimi? Mayli bo'lmasa, hamma narsani o'z holiga qaytarishim kerak. Opa, bo'ldi. Opa. Hop, yaxshi, hop, merga ham xabar berishim kerak tezroq. Opa, davay tezroq. Bo'l, mana shu yerdan. Opa, normalni. Opa, yaxshi, mana shunday qilamiz-da. Opa, yaxshi, mana shunday qilib yopib qo'yaman. Normal, ya'ni endi qochishim kerak bu yerdan. Opa, to'xtanglar, bolalar, qanday qilib? To'xtanglar, buni qanday qilsam bo'lar ekan? Bu narvonni. Bilmadim. To'xtanglar, bolalar. I'm confusing right now, guys. But I have a solution for this. Deydilarmi? Bola o'zimcha inglizcha gapirdim. Короче, hozir men problemani hal qilishimiz kerak. Opa. To'xtanglar. Mana shuni ham hozircha mana shunday qilib turadi. Opa, normalni, xo'p, normal. Normalni. Tezroq. Mana bu yerda tursam ekan hozircha. Opa. Voy, to'xtanglar, xato joyga qo'yardim. Opa, tezroq. Hamma narsani joyiga qo'yishim kerak, ana qo'shnim kelishidan oldin. Opa. Hop, davay. Hop, normalni. Opa. Hop, bola. Ishtimaga teginmaganim yaxshi. Toshmat, nimaga unaqa qilyapsan deydiganlar bo'lsa, bola. Men hozir men bunga qarshi chiqa olmayman, sababi nima desam bo'ladi? Anovi qishloqqa kelib qolsa, meni ham даже men bu maniakni qanday qilib o'ldirgan bilmadim-ku, lekin hozir merga tezroq aytishim kerak. Mayli. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yana bir bor. Nima deysan? Mer, короче, maniak, meni qo'shnim maniak ekan. Maniak, nima deyapsan? Tezroq politsiyani chaqiring, hamma kishini chaqiring. Bola, bunachilar, bola, bugun sizlar bilan men yana toshmat bo'ldim. Bola, bu maniakni hali yo'q qilamiz. Mayli, sog', salomat bo'linglar.